Mülki sultanı gittingiz dünyalarni aylab zulmat o'zingiz ko'nglim chaman bo'stoni gittingiz dünyalarni aylab zulmat o'zingiz ko'nglim chaman bo'stoni Mana spektaklimizni oldin mana ovozlar shundoq ham ariyalarni boshlab yubordilar. Mana bugun so'nggi repetitsiyalardan ertadan boshlab xudo xohlasa programmalarga o'tamiz. Alloh nasib qilsa 23 kuni ikkita komediyasi dekoratsiyalarni nasib bo'ladi. Dekoratsiyalar o'zgartiradi. Olis qishloq hangomalari bugungi kunda biz mahallamiz hangomalari o'zgardi. Mahallaga yani. Aslida chiroyli chiqadi, to'g'rimi? Shunaqa bo'ladi uyda. Agar savat haligi mis. Savat qo'yiladi. Bo'yga bir narsalar, devor ilinadi. Ro'yxatlaringizni mana qarang, masjidga Assalomu alaykum hurmatli muxlislarimiz. Mana bugun biz yana mahallamiz hangomalari asarini boshladik. Repetitsiya jarayonidamiz. Xudo xolasa erta indin o'tib, shanba kuni vazirlikka topshirmoqchimiz. Allohim kuch-quvvat bersa, jumladan adashmasa ham xudo xolasa topshirsak, keyin sizlarga ina ham qilamiz, ko'rib maza qilib dam olib ketasizlar xudo xolasa. Allohim yuzlarimiz yorug' bo'lsin. So'zlarimizdan adashtirmasin. Qatorida, ko'p qatorda olqishlarga sazovor. Sahna birlari madad qilsin, salomat topshirib yuzlarimiz yorug' bo'lsin. Amin. Allohu akbar.